qiladi. Ilmiy kengash yig'ilishi ochiq deb e'lon qilamiz. E'tiboringizga quyidagi kun tartibini havola qilamiz. Mustaqil izlanuvchi Askar Nurbek Lazizjon o'g'li 14:00:05 ish kasalliklar va 14:00:33 jamiyat salomatligi sog'liqni saqlash va menejment tavsiyalari bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tizimli qizil bo'richali bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishining muhokamasi. Taklif etilgan kun tartibi bo'yicha qanday savollar bor? E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Kun tartibi tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibi bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Demak, kun tartibidagi masala bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan B2024 4 tip 5121 raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. Dissertatsiya ilmiy ishi Toshkent davlat tibbiyot universitetida bajarilgan. Dissertatsiyaning to'liq matni Andijon davlat tibbiyot instituti qoshidagi axborot resurs markazida joylashtirilgan. Dissertatsiya avtoreferati 3 xil tilda o'zbek, rus va ingliz tilida Andijon davlat tibbiyot instituti ilmiy kengashining veb sahifasida va Ziyonet axborot ta'lim portalini O'zbekiston axborot agentligi sahifasida joylashtirilgan. Mazkur dissertantning ilmiy rahbarlari Nabiyeva Dildora Abdumalikovna, tibbiyot fanlari doktori, professor, Eraliyev Umidjon Ergashevich, tibbiyot fanlari doktor, dotsent. Rasmiy opponentlar Musashayev Umidjon Husanovich, Andijon davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar profilaktikasi kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori, professor Iskandarova Shahnoza Tulkinovna, Toshkent davlat tibbiyot universitetida ikkinchi son jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash menejment kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori, professor. Yetakchi tashkilot Burdenko nomidagi Voronezh davlat tibbiyot universiteti. Dissertantning shaxsiy yig'ma jildin materiallarini e'lon qilish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Askar Nurbek o'g'li 1990-yil 13-avgustda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek. 2008-2015-yilda Andijon davlat tibbiyot instituti talabasi, 2015-2018-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasi ichki kasalliklar mutaxassisligi magistri, 2017-2019-yilda Turg'ay tuman tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam intensiv terapiya bo'limi tashqi qonundoshlik asosida navbatchi shifokori. 2008-2019-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasi klinika terapiya reanimatsiya bo'limi shifokori. 2019-2020-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasi birinchi sinf fakulteti va gastronterapiya patologiya kafedrasi assistenti. 2022-2023-yillar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi sog'liqni saqlash va tibbiy sug'urta tizimini joriy qilish sho'basi yetakchi konsultanti. 2023-2025-yillar Toshkent tibbiyot akademiyasi birinchi sinf fakulteti va gastronterapiya patologiya kafedrasi assistenti. 2025-yildan hozirgi kunga qadar Toshkent davlat tibbiyot universiteti moliya iqtisod ishlari bo'limi prorektori, ichki o'rindoshlik asosida birinchi sinf fakultet va gastronterapiya revmatologiya patologiyasi kafedrasi katta o'qituvchisi. Oilaviy 2 nafar farzandi bor. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 15 ta ilmiy ish nashr etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy ishlarni chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 5 ta maqola, jumladan 3 tasi mahalliy va 2 tasi xorijiy ilmiy jurnallar nashr etilgan. Mazkur tadqiqot natijalari 3 ta xalqaro va 2 ta respublika ilmiy amaliyot jurnallarida muhokamalar o'tkazilgan. Bitta usubiy tavsiya tasdiqlangan va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2026-yil 20-aprildagi 06/06 sonli xulosasi bilan tasdiqlangan. Ilmiy ish bajargan tashkilotning xulosasiga asosan Andijon davlat tibbiyot institutidagi ilmiy darajali beruvchi JSC 06/2025-2012 raqamli ilmiy kengash asosida 10.00 ichki kasalliklar va 10.00 jamiyat salomatligi sog'liqni saqlash menejmenti ixtisosligi bo'yicha bir martalik ilmiy seminar faoliyatining natijalariga binoan dissertatsiya ishini jamoa oldida himoya qilishga tavsiya etilgan. Talablarning taqdim etilgan hujjatlari O'zbekiston Respublikasining Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Rahmat. Ilmiy kotibga yoki izlanuvchiga savollar bormi? Yo'q.
Ma'lumot uchun qabul qilish taklifi bor. E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Qabul qilindi. Dissertatsiya ishini asosiy mazmunini e'lon qilish uchun so'z izlanuvchiga beriladi. Marhamat, chiqishlar bo'yicha reglamentni ham e'tiborga olib qo'yishingizni so'rayman. Dissertantga taqdimot uchun 20 daqiqa, rasmiy opponentlarga 10 daqiqa va norasmiy opponentlarga 5 daqiqada ajratsak. Rozimisizlar? Rozi. Rahmat. Marhamat. Asqar Mirberazovni so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli rais, ilmiy kengash a'zolari. Ruxsat bersangiz, e'tiboringizga ilmiy ishimizni qisqacha bayon etsam. Tadqiqotimizning mavzusi tizimli qizil bo'rchali bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish. Ilmiy tadqiqot ishimizning dolzarbligi quyidagilardan iborat. Ma'lumki, tizimli qizil bo'rcha zamonaviy tibbiyotning eng murakkab, o'ziga xos va ijtimoiy ahamiyatga ega avtoimmun kasalliklardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda kasallikni erta tashxislash va davolash imkoniyatlari kengayganiga qaramasdan, bemorlarning 30-50% tashxis kechikib qo'yilmoqda. Bu esa kasallikning og'ir shakllari, ichki a'zo zararlanishi, erta nogironlik hamda o'lim ko'rsatkichlarining ortishiga olib kelmoqda. Tizimli qizil bo'rcha bilan kasallangan bemorlarning 40-60% yurak qon tomir asoratlari rivojlanishi, 50% dan ortig'ida buyrak zararlanishi aniqlanishi kasallikni kompleks yondashuv asosida boshqarishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan birlamchi tizimda tibbiy yordamni tashkil etishni takomillashtirish, kasallik prognozini yaxshilash, asoratlarni kamaytirish va sog'liqni saqlash tizimi yuklamasini pasaytirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotimizning maqsadi tizimli qizil bo'rcha bilan og'rigan bemorlarga sog'liqni saqlashni birlamchi tizimi darajasida tibbiy yordam ko'rsatishning klinik tashkiliy modelini ishlab chiqish, joriy etish va ixtisoslashgan revmatologik xizmat bilan uzvilikni ta'minlashdan iborat. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yildi. Birinchidan, birlamchi tibbiy yordam tizimida tizimli qizil bo'rchali bemorlarni klinik profilini tahlil qilish, ichki a'zolar zararlanishini chastotasi va tuzilmasini hamda yetakchi sindromlarni baholash, shuningdek, noxush oqibatlar uchrashini aniqlash, tizimli qizil bo'rchaning ambulator bosqichidagi farmakoterapiyasini tahlil qilish hamda uning noxush oqibatlari bilan bog'liqligini baholash, birlamchi tibbiy yordam tizimi sharoitida tizimli qizil bo'rchali bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishning tashkiliy ko'rsatkichlaridan nishon a'zolar ma'lumotlarning to'liqligi, standartlashtirilganligi, kasallik faollik darajasini hujjatlashtirish, tor mutaxassisga yo'naltirish hamda tibbiy hujjatlarni uzvilikni tavsiflash. Birlamchi tibbiy yordam tizimi darajasida tizimli qizil bo'rchali bemorlarga yordamni takomillashtirish bo'yicha tashkiliy metodik modelni ishlab chiqish va ilmiy asoslash hamda monitoring sifatida bemorlarni yutishdagi uzvilikni oshirishga yo'naltirish. Tadqiqotimiz dizayni quyidagicha. 2021-2024 yillarda Farg'ona viloyatining birlamchi tibbiy yordam muassasalarida Fransiya nazoratga olingan 177 nafar bemorning ambulator tibbiy kartalarini retrospektiv statistik tahlili. Bu tadqiqot 2 bosqichda olib borilib, birinchi bosqich diagnostika bosqichi. Bunda birlamchi tibbiy yordam tizimida tizimli qizil bo'rchali bemorlarni ambulator tibbiy kartalarini retrospektiv klinik va statistik tahlil qilish, tibbiy yordam jarayonlarini tashkiliy auditi. Ikkinchi bosqichda klinik va tashkiliy modelni ishlab chiqish. Bunda ekspert baholash, fokus guruhga yo'naltirish hamda qoidalar, cheklislar, bemorlar marshruti hamda reyestr monitoring tizimini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Tadqiqot usullari, umumiy klinik tekshiruvlar, klinik laborator tekshiruvlar hamda kasallikni klinik kechishini baholash usullari. Tadqiqotdagi bemorlarning klinik demografik tavsifi quyidagicha. Tizimli qizil bo'rcha bilan kasallangan bemorlarning jins nisbati 11:6 ga 1 bo'lib, ayollar 92,1%, erkaklar 7,9% tashkil etdi. Kasallikning o'rtacha davomligi 8,7 yilga, bemorlarning o'rtacha yoshi 35,8 yilga teng bo'ldi. Mehnat yoshidagi bemorlarning ulushi 94,3% tashkil etdi. Ayollar orasida 18-29 yoshlilar 13,5%, 30-39 yoshlilar 34%, 40-49 yosh ko'rsatkichlari 33,1% tashkil qildi. Erkaklarda eng yuqori ko'rsatkichlar 30-49 yoshlar doirasida kuzatildi. Kasallikni klinik kechishi bo'yicha bemorlar quyidagicha taqsimlandi. O'tkir kechishi turi 5%, o'tkir osti kechishi 74,6%, surunkali kechishi 29%. Tadqiqotda bemorlar ambulator kartalardan retrospektiv tahlil qilinganda, kasallik faolligi, etaslar cho'kish tezligi va S reaktiv oqsilga qarab baholanganda 16,4% bemorlarda faollik yo'q, 67,2% bemorlarda esa ikkinchi faollik qayd etilgan. Tilida 2 asosida qayta baholash natijasida bemorlarning sezilarli qismi past va o'rta faollik guruhlariga o'tdi. Tizimli qizil bo'rcha tashxisi ilk bor 44% holatlarda tuman markaziy shifoxonalar qo'yilgan. 43,5% holatda, viloyat 12,4% holatda respublika tibbiyot muassasalarida qo'yilgan.
Ambulator yozuvlarning retrospektiv tahliliga ko'ra 71.8% bemorlarda nogironlik guruhi aniqlangan. Nogironlik muddatlari strukturasida erta holatlarning sezilarli ulushi bilan tavsiflandi. Dastlabki 6 oy ichida nogironlik guruhi belgilanishi 18.7%, 6-12 oy ichida 22% ni tashkil qildi. 12-24 oy ichida nogironlik ko'rsatkichi 12.4% tashkil qilgan bo'lsa, 24 oydan keyingi ko'rsatkich 18.6% tashkil qildi. Kuzatuv davomida 28.2% bemorlarda nogironlik guruhi belgilanmagan. Birinchi kasallik belgilangan boshlab tashxis qo'yishda kechikishlik medianasi 2 yilni tashkil qildi. Kaplan-Mayer tahliliga ko'ra, nogironlik guruhiga chiqmaslik ehtimoli tashxis qo'yilgandan keyin 6 oyda 0.82 ni, 12 oyda 0.55 ni, 24 oyda 0.41 ni tashkil qildi. Nogironlikgacha vaqt medianasi 15.9 oy bo'lib, 6-12 oyda ilk nogironlik holatlarining yuqori ulushi kuzatildi. Erta nogironlik guruhining aniqlanishi respublika tibbiyot muassasalari miqyosida 59.1% ni, tuman miqyosida 59% ni, viloyat miqyosida 16.9% tashkil qilib, standartlashtirilgan faoliyatni baholash unchalik yaxshi qayd etilmagan joylarda erta nogironlikka chiqarish darajasi ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Biroq respublika darajasida SLD2 bo'yicha kasallik faolligini aniqlash darajasi yuqori, ammo erta nogironlik darajasi ham yuqori. Bu odatda SLD bo'yicha kasallik faolligini baholashning zarari emas, balki og'irroq holatlarni respublika muassasalariga yo'naltirishni aks ettiradi. Tizimli qizil bo'richa bilan og'rigan bemorlarni 1 yil davomida statsionar davolanish tahlili o'tkazilganda gospitalizatsiya yuklamasi yuqoriligini ko'rsatdi. Ko'pgina bemorlar takroriy gospitalizatsiya qilingan. 52% bemorlar yil davomida 2 marta, 24.9% bemorlar 3 marta, 9% bemorlar 4 yoki undan ko'p marta statsionar davolashdan o'tgan. Tahlil qilingan davrda faqat 11.3% bemorlar 1 marta kasalxonaga yotqizilgan va 208 bemor kuzatuv davrida kasalxonaga yotqizilmagan. Statsionar davo yuklamasini erta nogironlik natijasi bilan taqqoslaganda quyidagicha holat kuzatildi. Statsionar davo sonining ko'payishi bilan erta nogironlik chastotasi oshib bordi. Statsionar davo bo'lmagan taqdirda erta nogironlik guruhiga chiqish qayd etilmadi. Yiliga 1 marta statsionar davo bilan erta nogironlik 10% ni, 2 marta statsionar davoda 22.8% ni, 3 martada 75% ni hamda 4 yoki undan ko'p marta statsionar davo olgan bemorlar orasida 100% ni tashkil qildi. Guruhlar orasidagi farqlar statistik jihatdan ahamiyatli bo'ldi. Takroriy gospitalizatsiya chegarasi bo'yicha taqsimlashda yiliga 3 martadan ko'p statsionar olgan bemorlarda erta nogironlik xavfi yiliga 3 martadan kam statsionar davo olgan bemorlar guruhiga nisbatan 15 barobar yuqori ekanligi aniqlandi. Kasallik faolligi tasdiqlangan SLD2 indeksi yordamida baholanmagan va asosan non-spesifik markerlar yordamida qayd etilgan hollarda kasallikning yuqori faolligi kuzatildi. SLD2 bo'yicha hujjatlashtirilmaganda erta nogironlik darajasi 52.6% tashkil qildi. Shunday kasallik faolligini baholash SLD mavjud bo'lmaganda takroriy gospitalizatsiya 42.9% tashkil qildi. SLD kasallik faolligi baholanganda esa 608% tashkil qilgan. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, standartlashtirilgan faollikni baholashning qo'llanilmasligi klinik kuzatuvdagi kamchiliklar va gospitalizatsiyaning yuqori xavfi hamda erta nogironlik guruhiga chiqish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bemorlarni dori vositalarini qabul qilishni tahlilda bas terapiya buyurilmagan bemorlarning ulushi 35% ni, har qanday bas terapiya olgan bemorlar 65% ni tashkil qildi. Bemorlarning 80.8% da glukokortikosteroid bilan davolangan bo'lsa, 5% bemorlarda bas terapiyasiz faqat glukokortikosteroid bilan davolanganligi kuzatildi. Faqat glukokortikosteroidlar qabul qilgan bemorlar orasida erta nogironlik 93.5% ni, bas terapiya bilan davolangan bemorlar guruhida esa erta nogironlik 12.2% ni tashkil qildi. Farqlar sezilarli bo'ldi. Glukokortikosteroidlar monoterapiyasida erta nogironlik xavfi 7.68 barobar yuqori bo'ldi. Takroriy gospitalizatsiya glukokortikosteroidlar monoterapiya guruhida 72.6% ni bemorlar kuzatilgan bo'lsa, bas terapiya olganlarda bu 13% ni tashkil qildi. Bas terapiya bo'lmagan taqdirda statsionar davolash xavfi 5.56 barobar yuqori bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichlar glukokortikosteroidlar monoterapiyasi va statsionar davolashga yuqori ehtiyoj o'rtasida yaqin bog'liqlikni ko'rsatadi. Bu tizimli qizil bo'richa faolligini yetarli darajada nazorat qilmaslik, takroriy gospitalizatsiyalar va terapiyaning asoratlarini aks ettirishi mumkin. Tadqiqotga olingan bemorlarning kasallik boshlanishining triggerlari va ilk belgilari tahlil qilinganda, kasallik boshlanishini bemorlar asosan o'tkir respirator kasalliklar bilan bog'laydi. Tizimli qizil bo'richa kasalligi ilk marta tashxis qo'yilganda quyidagi eng asosiy klinik belgilar: bo'g'in marrashish, tana haroratining ko'tarilishi, tanadagi toshmalar, yuzdagi eritmatoz toshmalar, sababsiz artralgiya, umumiy holsizlik va oyoqlarda shishlar eng ko'p kuzatilgan.
Kasallikni faollik davridagi eng ko'p uchragan klinik belgilar tana haroratining ko'tarilishi, bo'g'inlarda og'riq, yuzdagi to'z toshmalar, yurak urib ketishi, oyoqlarda shish va arteriya qon bosimining oshishi kabi klinik belgilar ko'proq kuzatildi. Ushbu o'zgarishlar bemorlarda muntazam yurak va buyrak faoliyatini nazorat qilish zarurligini asoslaydi. Bemorlarning 87% yurak zararlanishi kuzatilgan bo'lsa, 83,6% bemorlarda buyrak zararlanishining klinik belgilari qayd etilgan bo'lib, bu esa kasallikning eng jiddiy va bashorat jihatdan xavfli asoratlari hisoblanadi. Bemorlarda jigar va asab tizimi shikastlanishiga nisbatan kamroq uchradi. Umumiy hisobda tizimli qizil bo'yoqchali bemorlarning 77,4% turli darajadagi a'zolar yetishmovchiligi qayd etildi. 22,6% bemorlarda tadqiqot davomida bunday asoratlar kuzatilmadi. Ambulator katta yozuvlarga ko'ra, bemorlarning 83,16%da buyrak shikastlanishining mumkin bo'lgan belgilari qayd etilgan. Kuzatuv davomidagi bemorlarda 53,7% bemorlarda proteinuriya, 15,8% bemorlarda gematuriya, 6,8% bemorlarda sindruriya hamda 31,6% bemorlarda kreatin miqdorining me'yordan oshishi aniqlandi. Buyrak faoliyatini to'liq monitoring qilish uchun minimal nefroto'plam sifatida CD tahlili yiliga 2 marta, proteinuriya yiliga 1 marta, kreatinin yiliga 1 marta hamda har bir tashrifda qayd etilgan qon bosimini o'lchash deb hisoblasak, ushbu minimal to'plam nefroto'plam tekshiruvi bilan qamrab olish barcha kasallar orasida 63,3% dan, buyrak shikastlanishi belgilari qayd etilganlarda esa 73% dan tashkil qildi. Kasallik faolligi kuchayganda yurak qon tomir tizimi shikastlanishining klinik belgilari ustunlik qilgan. Arteriya qon bosimi ko'tarilishi 57,6%, yurak bilan bog'liq har qanday klinik belgilar 71,2% holatda kuzatilgan. Bemorlarning 100%da har bir tashrifda qon bosimi va yurak urish tezligi qayd etilgan. Bu o'z navbatida hayotiy parametrlarning yuqori darajadagi dastlabki monitoringini aks ettiradi. Biroq yurak qon tomir shikoyatlari bo'yicha keyingi tashxisiy terapevtik choralar to'liq amalga oshirilmaganligi aniqlandi. Bemorlarning faqat 35,6%da ekkiga qilingan, 28,8%da kardiolog maslahatga o'tkazilgan va 26,6%da kardiologik dori vositalari qo'llanilgan. Qiyosiy tahlil yurak qon tomir asoratlari va nojo'ya najra orasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqni aniqladi. Qon bosimining ko'tarilishi va kardiologik epizodlarning mavjudligi hamda erta nogironlik hamda takrorli gospitalizatsiya bilan sezilarli darajada bog'liq bo'ldi. Natijalar tizimli qizil bo'yoqcha bilan og'rigan bemorlarda qon bosimining ko'tarilishi va kardiologik simptomlar epizodlari nafaqat hayot sifatini pasaytiradigan va gospitalizatsiya ehtiyojini oshiradigan asoratlar sifatida ambulator sharoitda yetarli darajada davolamasining klinik belgilari sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin. Modelning asosiy tizimli qizil bo'yoqchali bemorlarni ambulator bosqichda olib borish uchun quyidagicha tashkiliy uslubiy model ishlab chiqdik. Bu modelning asosiy prinsiplari quyidagidan iborat. Birinchidan, xavfga yo'naltirilganlik, standartlashtirish, uzviylik, o'lchanuvchanlik hamda real yondashuv, ya'ni birlamchi tibbiy yordam tizimi sharoitida bajarish mumkin bo'lgan minimal tekshiruv to'plamini qamrab oldi. Ushbu modelni amalga oshirishda birlamchi tibbiy yordam shifokori bemorni boshqaradi. Tashriflar ro'yxatini qo'llaydi, tekshiruvlar va yo'llanmalarni boshlaydi va kuzatuv rejasini tuzadi. Har bir bemor uchun tashrif buyurish nazorati ro'yxatdan foydalanadi. Ogohlantiruvchi klinik belgilar, shikoyatlar, klinik belgilar hamda tekshiruvlarni hamda kuzatuv rejasini yozib oladi. Kasallikni baholashni standartlashtiradi. Agar kasallik sirda 2 bilan baholanmagan bo'lsa, revmatolog bilan maslahatlashadi va sababini yozadi. Nefrolog belgilar uchun laborator tekshiruvni takrorlaydi. Shifoxonaga yo'llanma uchun shoshilikni aniqlaydi va qayta nazorat sanalarni hujjatlashtiradi. Birlamchi tibbiy yordam shifokorlari uchun tizimli qizil bo'yoqchali bemorlar ko'rikka tashrif buyurganda tashrifni qayd etish uchun quyidagicha shablon ishlab chiqildi. Bunda kasallikning umumiy belgilari, ichki a'zolar zararlanishini kuzatilganda tezlashgan mashg'ulotlar zarur bo'ladi. Shu sababli ushbu holatlarda signal belgilarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Buyraklar shikastlanishi belgilarini aniqlash va keyinchalik bemorlarni olib borish uchun quyidagicha algoritm ishlab chiqildi. Bunda birinchi bosqichda erta belgilarni aniqlash, ikkinchi bosqichda buyrak faoliyatidagi o'zgarishlarni tasdiqlash va kuzatuvga olish, uchinchi bosqichda yo'naltirish bo'yicha qaror qabul qilish hamda to'rtinchi bosqichda hujjatlashtirish va qayta aloqa. Shuningdek, yurak qon tomir tizimida o'zgarish belgilarini aniqlash va keyinchalik bemorlarni olib borish uchun quyidagi algoritmlar taklif qilindi. Birinchi bosqichda dastlabki baholash, bemordagi dastlabki kuzatilgan belgilarni aniqlash, ikkinchi bosqichda yurak faoliyatidagi o'zgarishlarni tasdiqlash va kuzatuvga olish, shuningdek minimal tashxislash to'plamini tasdiqlash.
uchinchi bosqichda yo'naltirish bo'yicha qaror qabul qilish hamda to'rtinchi bosqichda davolash va monitoringni olib borish. Tizimli qizil bo'rochali bemorlarga nefro va kardio marshrutlasiya uchun quyidagi shablonlar ishlab chiqildi. Bunda tezlik tahlildagi va gemodinamik o'zgarishlar inobatga olingan. Holda qayta tekshiruv o'tkazish muddatlari va ko'rsatma bo'lgan holatlarda tegishli tor mutaxassis ko'rigiga yuborishni hisobga olindi. Shu bilan birga birlamchi tizimda bazis davo monitoringini olib borish yuzasidan quyidagicha algoritm ishlab chiqildi. Bunda ba'zi davoga qarshi ko'rsatilmagan hujjatlashtirilmaganligi va aniqlangan qamrov yetarli emasligi sababli birlamchi tibbiy yordam tizimida standartlashtirilgan ba'zi davo reseptlash algoritmini joriy etish, ba'zi davo buyurtma sababini majburiy qayd etish, tizimli qizil bo'rochali bemorlar reysini yuritish uchun bemorlar marshrutlitsiyasini o'z ichiga olgan xavfsizlik nazorat ro'yxatini yuritish tavsiya etildi. Shu bilan birga birlamchi tibbiy yordamda ba'zi davo buyurilganda uni monitoring uchun tizimli qizil bo'rochali bemorlarni murojaat qilish sxemasi ishlab chiqildi. Ushbu algoritm yordamida birlamchi tibbiy yordam shifokori nafaqat dorini buyurish, balki ushbu dori vositasining samaradorligi, kasallikning rivojlanishi va bemor organizmiga ta'sirini bevosita kuzatib borish, qayd etish va tizimlashtirish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga ushbu modelni birlamchi tibbiy yordamligiga joriy etish va tizimli qizil bo'rochali bemorlarni olib borishda marshrutlasiya va o'zbeklikni ishlab chiqish maqsadida quyidagicha modelni ishlab chiqdik. Bunda kutilgan natija nishon a'zolar monitoring qilish darajasining oshishi, baz terapiyasiz glukokatikasurlar terapiyasida bo'lgan bemorlar ulushining kamayishi hamda sina belgilari bo'yicha mutaxassisga yo'naltirishning yaxshilanishi. Shu bilan birga asoratlarni erta aniqlash va davolashni o'z vaqtida sozlash tufayli takroriy tashriflar va gospitalizatsiya chastotasining kamayishi hisoblanadi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun Remodoc platformasi ishlab chiqildi. Ushbu platformaga bemorlarning ma'lumotlarini kiritish orqali Farg'ona viloyatidagi tizimli qizil bo'rochali bemorlar reyestri yaratildi. Ushbu platformaning afzalligi shifokorlarga bemorlarni doimiy kuzatib borish, kasallik faolligini nazorat qilish hamda bemor hayot faoliyatidagi barcha o'zgarishlarni qayd etib borish, tizimlashtirish imkonini yaratadi. Bu kasallikni hududlar kesimida nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga shifokorlarga yengillik yaratish maqsadida sun'iy intellekt yordamida tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. Hurmatli rais, ruxsat bersangiz xulosalarni o'qimasam. Rahmat. Marhamat, kimda savollar bor? Marhamat, magazin. O'rniga meni ikkita savolim bor. Ilmiy izlanishingizda tizimli qizil bo'rocha bilan kasallangan bemorlar uchun multidistsiplinar yondashuv zarurati qanday asoslangan? Va ikkinchi savolim, mana shu dissertatsiyangizda tizimli qizil bo'rocha bilan kasallangan bemorlar uchun reyestr yaratish va monitoring tizimini takomillashtirish zarurligini ta'kidlagansiz. Ushbu klinik reyestrda amaliy sog'liqni saqlash tizimida strategik ahamiyati nimadan iborat? Savollarga javob bersangiz. Rahmat. Hurmatli mahsulotlarimiz savolingiz uchun ruxsat bersangiz savollaringizga javob bersam. Birinchi savol, tizimli qizil bo'rochali bemorlar uchun multidistsiplinar yondashuv zarurati quyidagidan iboratki, tizimli qizil bo'rocha bilamizki, multisistemali kasallik hisoblanadi va shu sababli bemorda nafaqat revmatolog, nefrolog, kardiolog, dermatolog yoki nevropatolog bilan birgalikda olib borish zaruriyati bir vaqtning o'zida yuzaga keladi. Va shu bois bitta mutaxassis nazoratga yetarli emas. Shu sabab bu birinchidan, ikkinchidan multidistsiplinar yondashuv bemorlarni olib borishni
olib borishni va diagnostika qilishni yana ham aniqligini oshiradi. Shu bilan birga dori vositalarini o'zaro ta'sirini nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga kasallikni kechishini doimiy monitoring qilish imkoniyatini yaratadi. Shu sababli birlamchi tizimdanoq bu kasallikka multidistsiplinar yondashuv kerak, zarur bo'ladi. Ikkinchi savolga javob bersam, biz bilamizki, har qanaqangi kasallikni yoki har qanaqangi holatni tizimlashtirish uchun birinchi o'rinda buni reyestrini yoki ro'yxatini yaratish zarur. Shu sababli biz tizimli qizil bo'richali bemorlarni uzoq muddatli kuzatish, kasallik faolligini doimiy baholash va turli hududlarda qaysi shakllarda uchrashini aniqlik kiritish maqsadida klinik reyestr yaratishni tavsiya qilyapmiz va bu orqali nafaqat regular kesimida kasallikni nazorat qilish, balki davolashni o'zaro hamkorlikda olib borishga ham yordam beradi. Va bu respublika sharoitida yagona klinik protokol ishlab chiqish uchun ham reyestr muhim ahamiyatga ega. Savol bersa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli bu yig'in ishtirokchilari, menda ikkita savol tug'ildi. Birinchisi, yozib oling. Tadqiqotda sog'liqni saqlash tizimining boshqaruv samaradorligini oshirish uchun qanday strategik yondashuvlarni sizlar taklif qilgansizlar? Ikkinchi savol, dissertatsiyada tibbiy yordamning uzluksizligi va davomiyligini ta'minlash mexanizmlarini qanday ishlab chiqilgan? Shu mana shu ikkita savolga javob bersangiz, rahmat. Nima savollar? Tushunarli. Rahmat, hurmatli azizlar, savol uchun ruxsat bersangiz, birinchi savolga javob bersam. Tadqiqotimizda sog'liqni saqlashni boshqaruv tizimini yanada samarasini oshirish uchun quyidagilarni taklif qilganmizki, birinchidan profilaktik yo'naltirilgan boshqaruv, tibbiy xizmatlarni barchasini standartlashtirish, bemorlarni monitoringini olib borish, shu bilan birga bemorlarni monitoringini olib borishga qarab turib, shifokorni auditini KPI'ni ishlab chiqishni tadqiqotimizda nazarda tutganmiz. Bundan tashqari birlamchi va ixtisoslashtirilgan bo'g'in o'rtasida uzviy aloqalarni ta'minlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ikkinchi savolga javob bersam, nimani uzluksizlikni davomiylikni ta'minlash maqsadida bemorlarni har bir bosqichda kuzatib borish, reyestrda qayd etish, shuningdek elektron kuzatuv kartalari va aniq bemor marshrutizatsiyasini ishlab chiqishni ishlab chiqdik va buni keyinchalik ham davom ettirmoqchimiz keyingi tadqiqot ishlarimizda. Rahmat. Hududlar bo'yicha ko'rsatkichlar bor. Shu hududlar bo'yicha, masalan, hamma shaharda nimasi havoni tozaligi boshqasi har xil bo'ladi. Toshkent birinchi o'rinda turadi, biz Andijonimiz ikkinchi o'rinda turadi va hokazo. Tozalik bo'yichami? Tozalik bo'yicha. Mana shu hududlar bo'yicha shunda informatsiya bormi? Masalan, qandaydir bog'liqligi bu kasalda. Shu atmosferadagi bo'layotgan ishlarga bog'liqligi bormi shu kasalda? Literaturada bormi shu narsa bizga? Rahmat, hurmatli Mamazar Ahmedovich, savolingiz uchun. Bu narsani biz tadqiqotimizda o'rganib chiqdik. Asosan hududda ifloslanishi yoki hududda ifloslanish orqali atmosferaning ozon qatlamini o'zgarishi natijasida birinchidan odamlarda vitamin D yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin va bu orqali avtoimmun kasalliklar
rivojlanishiga o'ziga xos zamin yaratadi va bu bo'yicha Yevropada ko'plab tadqiqotlar qilingan. Ikkinchi nimasi tadqiqot adabiyotlarda o'rganganimizda shuni ko'rdikki, hududda va havoni pestitsidlar bilan zaharlanish avtoimmun kasalliklarni keskin ko'payishiga olib kelishi mumkin ekan va bu tadqiqotlarda isbotlangan. Bilamizki, bizda qishloq xo'jaligi sanoati yaxshi rivojlanganligi uchun pestitsidlar tuproqda va havoda ko'p miqdorda bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha menda aniq ma'lumot yo'q o'zimizda hududdagi. Lekin tadqiqotlar bo'yicha pestitsidlarni yoki umuman havoni ifloslanishi avtoimmun kasalliklarning rivojlanishiga, ko'payishiga olib kelishi mumkinligi o'rganilgan. Menda bitta savol bor. Tadqiqotingizda nefra va kardiyo marshrutlarni birlamchi tibbiy yordam muassasalariga joriy etish orqali bemorlarning gospitalizatsiyasini va nogironligini qanchaga kamaytirish mumkin sizning fikringizcha? Rahmat. Ruxsat bersangiz savolingizga javob bersam, biz o'rganib chiqqanimizda shu bemorlarni to'liq monitoringga yuritmaslik yoki o'z vaqtida kerakli tor mutaxassisga yo'naltirilmasligi oqibatida ko'plab asoratlar rivojlanganligini kuzatdik tadqiqot davomida. Bizni nimamiz bo'yicha dastlabki hisob kitoblarimizga ko'ra nogironlik 20%gacha, gospitalizatsiya 30-40%gacha kamayishi mumkin agar to'g'ri yo'naltirish belgilansa. Demak, siz ishlab chiqqan kardiyo va nefra marshrutlar birlamchi tizimda agar kerakli holatda foydalanadigan bo'lsa, juda katta samara berar ekan bu bemorlarga. Rahmat, yana kimda savollar bor? Yetarli. Marhamat. Dissertatsiya ilmiy ishi bo'yicha yetakchi tashkilot xulosasi va avtoreferativ kelib tushgan xulosalarni e'lon qilish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Tibbiyot rivojlanish muassasasining xulosasi Toshkent davlat tibbiyot universitetida hematologiya, kasb patologiyasi fakultetining 2023-yil 2-dekabr taklifiy majlisi bayonnomasi bilan o'zgartirib topgan. Tibbiyot rivojlanish muassasasining kafedralaro ilmiy seminarining xulosasi 2016-yil 6-fevral kafedralaro ilmiy kengash 6 sonli bayonnomasi o'zgartirib topgan. Ushbu xulosada Asqar Nurbelashonovning tizimli qizil o'lchali bemorlarga sog'liqni saqlashni birlamchi tizimda tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi yozilgan dissertatsiyani O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan universiteti huzuridagi Oliy asosiy komiteti tomonidan tibbiyot fanlari bo'yicha pasport doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya qo'yilgan talablarga to'liq javob berishi qayd etilgan. Ilmiy seminar xulosasi Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PSC 06/2025-2012 sonli ilmiy kengash asosidagi 10.05 ichki kasalliklar va 10.33 jamiyaat salomatligi sog'liqni saqlash menejmenti asoslari bo'yicha bir martalik ilmiy seminar kengashining 2026-yil 18-maydagi birinchi son majlisining bayonnomasi o'z ifodasini topgan. Ushbu xulosada Asqar Nurbelashonovning tizimli qizil o'lchali bemorlarga sog'liqni saqlashni birlamchi tizimida yordam ko'rsatishni tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi yozilgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi boshlig'i Oliy asosiy komissiyasi tomonidan tibbiyot fanlari bo'yicha pasport doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyalar qo'yilgan talablarga to'liq javob berishni qayd etgan. Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashning 2026-yil 18-maydagi birinchi son qaroriga asosan ushbu dissertatsiya bo'yicha Burdangi nomidagi Voronezh davlat tibbiyot universitetida yetakchi tashkilot etib tayinlangan. Yetakchi tashkilot Burdangi nomidagi Voronezh davlat tibbiyot universitetining 2026-yil 2-iyundagi 11-son majlisi bayonnomasi o'z ifodasini topgan va dissertatsiya ishi bo'yicha ijobiy xulosa berilgan. Ilmiy kengashga dissertatsiya va dissertatsiya avtoritetati bo'yicha bir nechta tahdidlar kelib tushgan.
Jumladan, ikkita xorijiy, Koreya va Ozarbayjon respublikasidan kelib tushgan professorlar fanlar doktorlar, uchta O'zbekistondagi professor doktor nomlaridan taqdirlar ijobiy kelib tushgan. Hamma taqdirlar ijobiy, savollar, e'tirozlar yo'q. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya ishini muhokamasiga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy opponent, tibbiyot fanlari doktori, professor Musa Shayxumija Husanovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ruxsatinglar bilan Toshkent davlat tibbiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi Asqarov Nurbek Lazjon o'g'lining tizimli qizil bo'richali bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi 14.00.05 ichki kasalliklar va 14.00.33 jamiyat salomatligi, sog'liqni saqlashda menejment ixtisosliklari bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishiga taqrizimni o'qib eshittirsam. Tizimli qizil bo'richa zamonaviy revmatologiya va ichki kasalliklarning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Kasallikning yuqori nogironlikka olib kelishi, ko'p a'zolarni shikastlanishi bilan kechishi, mehnat qobiliyatini erta yo'qotishiga sabab bo'lishi hamda davolash va reabilitatsiya bilan bog'liq iqtisodiy xarajatlarining yuqoriligi uning tibbiy ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi. Kasallik aksariyat hollarida mehnatga layoqatli yoshdagi aholi, ayniqsa 15-45 yoshdagi ayollar orasida ko'p uchraydi. Bu esa uni ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi. Keyingi 10 yilliklarda ushbu kasallik bilan kasallanish va yashovchanlik ko'rsatkichlarining o'sishi qayd etilmoqda. Bu esa sog'liqni saqlash tizimi zimmasiga qo'shimcha yanada yuk yuklamoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tizimli qizil bo'richa bilan og'rigan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishda sog'liqni saqlashning birlamchi bo'g'inini o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatdiki, kasallikni erta aniqlash, xavf guruhlarini shakllantirish, dispanser kuzatuvini to'g'ri tashkil etish va bemorlarni revmatologga o'z vaqtida yo'naltirish kasallik oqibatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq amaliyotda tizimli qizil bo'richaning klinik belgilari polimorfligi, kasallikni boshlang'ich bosqichlarida boshqa ichki kasalliklarga o'xshash kechishi hamda birlamchi tibbiy yordam muassasalarida diagnostika algoritmlarining yetarli darajada takomillashmaganligi erta tashxis qo'yish imkoniyatini hozirgacha cheklab qo'ymoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tizimli qizil bo'richali bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, tashkiliy uslubiy mexanizmlarni takomillashtirish, bemorlarni boshqarishning samarali modelini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, mazkur dissertatsiya ishining zaruriyatini belgilaydi. Dissertatsiya ishi odatiy usulda yozilgan bo'lib, hajmi 107 betni tashkil etgan. Dissertatsiya tarkibi kirish, 4 ta bob, xulosa, amaliy tavsiyalar va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Dissertatsiyaning kirish qismida muallif mavzuni dolzarbligi va zarurati, tadqiqotning maqsadi va vazifalari asoslab bergan bo'lib, uni obyekti va predmeti ko'rsatilgan va tadqiqotni respublika fan texnologiyalar rivojlanishini ustuvor yo'nalishlarga mosligi asoslab berilgan. Dissertatsiyani tizimli qizil bo'richa kasalligini tibbiy ijtimoiy ahamiyati, davolash va profilaktikasiga zamonaviy yondashuvlar deb nomlangan birinchi bobida esa mahalliy va xorijiy adabiyotlar asosida tizimli qizil bo'richa epidemiologiyasi, klinikasi, kasallik faolligi, kasallikni tibbiy ijtimoiy ahamiyati, kasallik kelib chiqishida xavf omillarining ahamiyati, kasallikni davolash hamda oldini olishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar xususiyatlari batafsil yoritilgan. Dissertatsiyani tizimli qizil bo'richa bilan kasallangan bemorlarda davolash va profilaktikasini muvofiqlashtirishda olib borilgan tadqiqot materiallari va usullari deb nomlangan ikkinchi bobida esa ushbu kasallik bilan kasallangan 177 nafar bemor tekshirilgan. Dissertant tomonidan ilmiy ishni bajarish jarayonida oldiga qo'yilgan vazifalarni
bajarish uchun mos keluvchi zamonaviy, adekvat va obyektiv tekshiruv usullari qo'llanilgan. Dissertatsiyani birlamchi tibbiy yordam bo'g'inida tizimli qizil bo'richali bemorlarni klinik profili va olib borishining tahlili deb nomlangan 3-bobi shaxsiy tadqiqot natijalariga bag'ishlangan bo'lib, muallif tomonidan birlamchi tibbiy yordam tizimida mazkur bemorlarning klinik profili va ularni olib borishning tahlili bayon etilgan. Bunda bemor yoshi, jinsi, kasallikning og'irlik darajasi o'rtasidagi bog'liqlik xususiyatlari, ularni monitoringi yetarli darajada emasligi aniqlanib, klinik tashkiliy modelni joriy etish taklif etilgan. Dissertatsiyani birlamchi tibbiy yordam bo'g'inida tizimli qizil bo'richalik bemorlarni olib borishda marshrutizatsiya va uzviylikni tashkiliy uslubiy modeli nomli 4-bobida dissertant tomonidan birlamchi tibbiy yordam bo'g'inida mazkur xastalikni olib borish xususiyatlari, ambulator sharoitda bemorlar yagona marshrutini ta'minlashni tashkil etish, nishon a'zolari, klinik monitoringi va ularning hujjatlashtirish, davolashda uzviylik va xavfsizlik masalalari, bemorlar reyestri yaratilib, muntazam sifat nazorati audit indikatorlari tizimi joriy etish taklif etilgan va asoslantirib tahlil qilib bergan. Tadqiqotdagi qo'llanilgan tekshirish usullari ishning maqsad va vazifalariga muvofiq keladi. Tadqiqot natijalarini ishonchliligi, ishda qo'llanilgan nazariy yondashuv va usullar, olib borilgan tadqiqotning uslubiy jihatdan to'g'riligi, yetarli darajada bemorlar olinganligi, qo'llanilgan usullarning zamonaviyligi aks etgan. Barcha o'tkazilgan tadqiqotlar soni va bajarilishda yaratilgan yangi usullar ishning ilmiy amaliy ahamiyatini yuqoriligini ko'rsatgan. Taqriz qilish jarayonida ilmiy ish bayonida imlo va uslubiy xatolarga biroz yo'l qo'yilgan. Bular taqriz davomida to'g'rilangan. Hozirda ishga mohiyatiga ta'sir qiladigan kamchiliklar hammasi bartaraf etilgan. Shu bilan birgalikda taqriz davomida menda bir nechta savollar paydo bo'ldi. Ruxsatingiz bilan hurmatli rais, savollar bersam. Birinchi savol, ilmiy tadqiqotda birlamchi tibbiy sanitariya yordami tizimida tizimli qizil bo'richani erta aniqlash zarurati qanday klinik va prognostik omillar bilan asoslangan? Ikkinchi savol, mana birlamchi tizimda bilamiz, an'anaviy usul model bor. Shundan sizni ishingizdagi modelda farqi nimada? Javob berasizmi? Yo'q. Marhamat, modulyatsiyon javoblar bersangiz. Rahmat, hurmatli Umid Xanovich, berilgan hamma tavsiyalar uchun. Ruxsat bersangiz, savolingizga javob bersam. Birinchi savolga javob bersam, tizimli qizil bo'richani erta aniqlash zarurati qanday klinik va prognostik omillar asoslangan tadqiqotda. Biz bilamizki, tizimli qizil bo'richa polimorf kasallik bo'lib, kasallikka ko'pincha uzoq muddat boshqa kasalliklar bilan tashxis qo'yishda adashib qo'yiladi va natijada kech tashxis qo'yish natijasida nefrit, vaskulit yoki markaziy nerv tizimi zararlanishi yoki yurak qon tomir tizimi zararlanishi bilan kechadi. Shuning uchun biz ilmiy tadqiqotimizga asosan kasallikni erta diagnostika qilish orqali kasallik faolligini nazorat qilish, remissiya davrlarini uzaytirish hamda kasallikni asoratlarini oldini olishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ikkinchi savolingizga javob bersam, an'anaviy modeldan biz nimasi bilan farq qiladi? Asosiy farqi, an'anaviy tizimda biz bilamizki, har qanday bemorlar tor mutaxassisga kech yuboriladi va asosan asoratlar paydo bo'lgandan keyin yuboriladi. Bizni nimamizda, asosiy modelimizda xavf guruhlarini erta skrining qilish orqali kasalliklarni erta aniqlash, asoratlarni erta aniqlash va tor mutaxassislar bilan doimiy birgalikda monitoring qilishni nazarda tutganmiz. Tamam. Rahmat.
Shunday qilib, Asqarov Nurbek Lazizjon o'g'lining 14.00.05 ichki kasalliklar, 14.00.33 jamiyat salomatligi, sog'liqni saqlash menejmenti ixtisosliklari bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan tizimli qizil bo'richali bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish bo'lib, dolzarbligi, ilmiy yangiligi, ahamiyati, olingan natijalar, xulosa va amaliy tavsiyalarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi hamda uning muallifi tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq hisoblanadi. Rahmat. Rahmat Umidjon Husanovich. So'z ikkinchi rasmiy opponent tibbiyot fanlari doktori professor Iskandarova Shahnoza Tulkinovaga beriladi. Marhamat. Ассаламу алейкум, уважаемый председатель, уважаемые члены Совета. Хочу поблагодарить вас за приглашение меня в качестве оппонента. Первый оппонент очень подробно остановился на своем отзыве. У меня тоже отзыв большой, подробный, но разрешите я остановлюсь на актуальности, на вопросах и на заключении. Прежде чем начать свой отзыв, я хотела поблагодарить руководителей, это Дальдора Абдумаликовну и Умит Иргашевича, за такую актуальную тему, за интересную диссертацию и, конечно же, за хорошо подготовленного диссертанта. Диссертация на узбекском языке, поэтому отзыв у меня на узбекском языке. Toshkent davlat tibbiyot universiteti mustaqil izlanuvchi Asqarov Nurbek Lazizjon o'g'lining tizimli qizil bo'richali bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi 14.00.05 ichki kasalliklar va 14.00.33 jamiyat salomatligi, sog'liqni saqlashni menejment ixtisosliklari bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishiga takriz. Tizimli qizil bo'richa autoimmun kasalliklar ichida eng og'ir kechuvchi, ko'plab a'zo va tizimlarni shikastlovchi hamda yuqori nogironlik va o'lim ko'rsatkichlari bilan tavsiflanuvchi kasalliklardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda jahon miqyosida ushbu kasallikning tarqalishi ortib bormoqda. Ayniqsa mehnatga layoqatli yoshdagi aholi, xususan ayollar orasida uning ulushi yuqori bo'lib qolmoqda. Xalqaro epidemiologik tadqiqotlarga ko'ra, tizimli qizil bo'richaning tarqalish darajasini turli mamlakatlarda har 100 ming aholiga nisbatan 20-150 holatni tashkil etadi. Zamonaviy davolash usullari qo'llanilishiga qaramasdan, bemorlarda kasallikning surunkali kechishi, erta nogironlik, mehnat qobiliyatining yo'qolishi va sog'liqni saqlash tizimiga tushayotgan iqtisodiy yukning ortishi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda rivojlangan mamlakatlarda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, surunkali nozologik kasalliklarni boshqarishda birlamchi tibbiy sanitariya yordami tizimining roli tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda tibbiy xizmatlarni ixtisoslashgan markazlardan aholiga yaqin bo'lgan birlamchi bo'g'inga integratsiya qilish, bemorlarni uzluqsiz kuzatib borish, erta tashxislash va asoratlarning oldini olish Jahon sog'liqni saqlash siyosatida ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Tizimli qizil bo'richa bilan kasallangan bemorlarda kasallikning erta bosqichlarida klinik belgilarning polimorfligi, turli a'zolar zararlanishining bir vaqtning o'zida yoki bosqichma-bosqich namoyon bo'lishi tufayli tashxis qo'yish jarayoni ko'p hollarda kechikadi. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, kasallik boshlanganidan keyin aniq tashxis qo'yilguncha qadar o'rtacha 1-3 yil vaqt o'tishi mumkin. Bu esa qaytarilmas organik o'zgarishlar rivojlanishiga, nogironlik ortishiga va davolash xarajatlarining ko'payishiga olib keladi.
Shu nuqtai nazardan qaraganda, tizimli qizil bo'richani birlamchi tibbiy bo'g'inda erta aniqlash va bemorlarni samarali marshrutsizatsiya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Biroq mazkur tavsiyalarning amaliyotiga tatbiq etilishi ko'p jihatdan birlamchi tibbiy yordam tizimining tashkiliy salohiyati, tibbiyot xodimlarining bilim darajasi, diagnostik imkoniyatlar va bemorlarni dispanser kuzatuviga olish mexanizmlariga bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun muammoni faqat klinik nuqtai nazardan emas, balki sog'liqni saqlash, tashkil etish va boshqarish nuqtai nazardan ham o'rganish zarur. O'zbekiston Respublikasida aholi tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish, birlamchi tibbiy sanitariya yordamini rivojlantirish, profilaktik tibbiyotini kuchaytirish va aholining tibbiy xizmatlaridan qoniqish darajasini oshirish davlat sog'liqni saqlash siyosatining ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangan. Shu bilan birga, tizimli qizil bo'richa bilan og'rigan bemorlarga birlamchi bo'g'inda tibbiy xizmat ko'rsatishning tashkiliy jihatlari, bemorlarni dispanserizatsiya qilish, kasallik monitoringi, xavf omillarini baholash, davolashning uzluksizligini ta'minlash va tibbiy iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Tizimli qizil bo'richaning yuqori ijtimoiy ahamiyati uning asosan mehnatga layoqatli yoshdagi aholi qatlamida uchrashuv bilan ham belgilanadi. Kasallik natijasida mehnat qobiliyatining vaqtincha yoki doimiy yo'qotilishi, davolanish uchun sarflanadigan to'g'ridan to'g'ri va bilvosita xarajatning ortishi mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro tadqiqotlarda tizimli qizil bo'richa bilan bog'liq iqtisodiy yo'qotishlar kasallikning faollik darajasi va asoratlari ortishi bilan bir necha barobar ko'payishi ko'rsatilgan. Shu sababli kasallikning birlamchi bo'g'inida samarali boshqarish tibbiy samaradorlik bilan bir qatorda iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Zamonaviy sog'liqni saqlash menejment nuqtai nazaridan qaraganda, tizimli qizil bo'richa bilan og'rigan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish jarayoni optimallashtirish, bemorlarni boshqarishning integratsiyalashgan modelini ishlab chiqish, raqamli monitoring tizimlarini joriy etish, xavf guruhlarini erta aniqlash va dispanser kuzatuvining samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa resurslardan oqilona va foydalanish, tibbiy xizmatlar sifati va qo'yilgani yaxshilash hamda aholi salomatligini ko'rsatkichni oshirish imkonini beradi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, tizimli qizil bo'richa bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, tashkiliy uslubiy mexanizmlarni takomillashtirish, bemorlarni boshqarishning samarali modelini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, mazkur dissertatsiya ishining zaruriyati belgilaydi. Dissertatsiya ishi odatiy usulda yozilgan bo'lib, hajmi 107 betni tashkil etgan. Dissertatsiya tarkibi kirish, 4 ta bob, xulosa, amaliy tavsiyalar va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatdan iborat. Hamma boblar yaxshi yozilgan, kamchiliklarni hammasini dissertant to'g'rilagan. Menda ikkita savolim bor. Bu birinchi savol. Jamoat salomatligi nuqtai nazardan KPI tizimining ahamiyati nimada? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, ushbu tadqiqotning amaliy tatbiqi qanday iqtisodiy va ijtimoiy samara berishi mumkin? Rahmat, hurmatli Sharofat To'lg'unovna. Ruxsat bersangiz savollaringizga javob bersam. Birinchi savolga javob bersam, KPI tizimi biz bilamizki, har qanday tashkilotda, xususan shu jumladan tibbiyotda ham tibbiy yordam sifatini obyektiv o'lchash imkonini yaratadi.
tadqiqot davomida adabiyotlar o'rganganimizda Yillar assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan xalqaro tadqiqotda o'sha 18 ta sifat indikatoriga rioya etish darajasini o'rganilganda atigi 62.3% tashkil etgan va bu orqali keyinchalik tibbiy xizmat sifatini yaxshilashga erishilgan. Shu bilan birga KPI nafaqat obyektiv o'lchash, balki doimiy tibbiyot xodimlarini rag'batlantirib borish tizimi sifatida ham yaxshi yordam berishi mumkin. Ruxsat bersangiz, ikkinchi savolingizga javob bersam, tadqiqotimizni amaliy tatbiq etish natijasida oilaviy shifokor, revmatolog, tor mutaxassislar, laboratoriya xizmati o'rtasida aloqa ta'minlash mumkin bo'ladi va diagnostikani erta bosqichlarida olib borish, shuningdek poliklinikani resurslaridan oqilona foydalanishga yordam beradi. Shu bilan birga kasallikni erta aniqlash va doimiy monitoringi kasallikni og'ir asoratlarning yuzaga kelishi, stasionar davolanish yoki erta nogironlik xavfini kamaytiradi. Shu bilan birga mehnatga layoqatdagi mehnatga layoqatdagi asosiy bemorlarni sog'lig'ini tiklash orqali iqtisodiyotga tushayotgan yuklamani ham kamaytirish mumkin bo'ladi. Rahmat. Xulosa. Shunday qilib, Askarov Nurbek Lazizjon o'g'lining 14.00.05 ichki kasalliklar, 14.00.33 jamiyat salomatligi, sog'liqni saqlashda menejment ixtisosliklari bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan tizimli qizil bo'richali bemorlarga sog'liqni saqlashning birlamchi tizimida tibbiy yordam ko'rsatilishini tashkil etishni takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish bo'lib, dolzarbligi, ilmiy yangiligi, ahamiyati olingan natijalar, xulosa va amaliy tavsiyalarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi OAK tomonidan dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi hamda uning muallifi tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga loyiq hisoblanadi. Rahmat. Спасибо огромное, Шахматова Галина. Мы тоже, в свою очередь, рады вас видеть в качестве официального оппонента. Мы думаем, что это будет продолжительно. Дай Бог вам здоровья. И спасибо еще отдельно, что нашли время, несмотря что отпускной период, выступить сегодня в качестве официального оппонента. Спасибо. Спасибо большое вам. Demek, rasmiy taqdirchilar so'zga chiqishdi. Kim norasmiy taqdirchi sifatida so'zga chiqmoqchi? Marhamat. Marhamat. Birgadayev. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ustozlaring bilan bugun muhokama etiladigan ilmiy ishning ayrim holatlariga to'xtalmoqchiman. Eng avvalo shuni ta'kidlashim kerakki, birlamchi tizimga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar afsuski respublikamizda juda kam. Bu birlamchi tizimni mukammallashtirish, tibbiy xizmatni yaxshilash, hammalaring yaxshi bilasizlar. Respublikamiz rahbarini doim har bir chiqishlariga alohida ta'kidlanadi. Lekin bu yo'nalishda ishlar kam. Ikkinchi tomoni, biz kamdan kam ayrim holatlarda bor, ko'proq yurak ishining kasalligiga bag'ishlanadi. Lekin tizimli kasalliklarga bag'ishlangan ishlar menimcha bu yagona bo'lsa kerak deb hisoblayman. Hozirgacha hech kim buni o'tkazmagan. Bu bir. Ikkinchidan, dissertant va ularning ilmiy maslahatchilariga alohida tanlash kerakki, ular juda kam uchraydigan kasallikni tanlash kerak. Nisbatan dunyoda taxminan 3,5 million atrofida shu kasallik qayd qilingan tizimli qizil bo'yicha. Va har 100 ming aholiga taxminan 43,7 to'g'ri keladi. Bu juda kam. Bularni yig'ib dissertatsiya holiga keltirish ancha vaqt va qandaydir bir jasorat ham talab qiladi. Chunki biz hammamiz o'rganib qolganmizki, yurak kasalliklari ular juda ko'p, material yig'sa bo'ladi va dissertatsiya tez yog'lasa bo'ladi. Qandli diabet,
bu haligi endokrinologlar uchun ular ham tez yig'ishi mumkin va hokazo kasallar. Bu kasallik juda kam. Ushbu nuqtai nazardan ham bu ilmiy ish juda muhim deb hisoblanadi. Ayniqsa birlamchi tizimga bag'ishlangan. Man respublikada hammalaring bilsanglar kerak, birlamchi tizimni takomillashtirishda o'ta ishqibozlaridan bo'lganman. Hozir shug'ullanmasam ham, lekin shunday bo'lib qolganman. Chunki dunyo tajribalari ko'rsatadiki, qaysi mamlakatda birlamchi tizim yaxshi ishlansa, o'sha yerda tibbiyot yuksak natijalarga erishadi. Birlamchi tizimni takomillashtirmasdan turib, uni yaxshi yo'lga qo'yishdan turib, ijobiy natijalarga erishish juda qiyin. Shuning uchun ham balki prezidentimiz har bir chiqishiga buni alohida ta'kidladi. Chunki g'arb davlatlarida juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Men ko'plab mamlakatlarda bo'lganman, o'rganganman. Ulardan bittasi Mamazoir Ahmedov shunday mana tasdiqlaydilar. Buyuk Britaniya bo'lganmiz, bizga shu umumiy amaliyot vrachlarini, GP vrachlarni ofislarni ko'rsatishga ular qanday etishadi. No vaqt o'tishi bilan biz ham u darajaga so'zsiz yetib kelamiz. Endi ikkinchi muammo bergan masala yoritilgan muammo tez o'z vaqtida aniqlash kasallik. Chunki tizimni qizil bo'richa erta tashxis qo'yilsa, bemorlar umrini uzaytirish mumkin. Juda muhim bu. Hali ichki a'zolar zararlanmasdan turib, xususan buyrak zararlanmasdan. Aksariyat hollarda biz qachon aniqlaymiz? Buyrakda nefropatiya, nefrit rivojlanadi va yaqin kelajakda keyin surunkali buyrak kasalligi. Gemodializ va afsuski o'lim bilan tugaydi. Hozirgacha jahon adabiyotida tizimli qizil bo'richadan tuzalib ketish holati qayd etilmagan. Afsus, bemorlar hammasi o'limga mahkum. Lekin ular qanchalik yashaydi va ularning yashash davomiyligida hayot sifati qanaqa bo'ladi? Bu juda muhim ahamiyat. Mazkur ilmiy ishda aynan shunga bag'ishlangan. Erta aniqlash va bemorlarning umr davomiyligini oshirganda ham sifatli oshirish. Ertaga to'shakda yotib olsa faqat bu hayot emas. Ular faol harakatda bo'lsa, bu sifatli hayot bo'lsa, bu yaxshi. Ushbu nuqtai nazardan bu juda bir muhim ish hisoblanadi. Shu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizda hammamiz buyrak oqsil chiqsa, proteinurak bo'lsa 0,003 promille. Bu normalni bu. Me'yorida bezovta bo'lishni hojati yo'q deb hisoblaymiz nima uchun. O'tgan asrda 80-yillarda balki kimlardir eshitgandir. Mamazoir Ahmedov bilishadi. Ruslarda mashhur professor bo'lgan Vopsi. Men ko'rganman odamni. O'sha paytda o'zi ancha yoshlar o'tib qolganda Moskvadagi malaka oshirish universitetida kafedramizlar bo'lgan terapiya. Odam leksiyalarida doim ta'kidlaydi. Har qanday siydiqda oqsilni paydo bo'lishi bu buyrak zararlanganlik belgisi. Hech qanaqa me'yoridagi normalniy proteinuria degan iborani leksikondan yo'qotinglar. Hayot ko'rsatadi, haqiqatan ham shunaqa. O'sha biz o'ylagan promille arzimagan hali hech qanaqa o'zgarish yo'q degan vaqt o'tishi bilan buyrakni og'ir zararlanishga olib keladi. Bu ishda Nurbedishlarga aynan shu alohida ta'kidlanganki, buyrakni kuzatib borish proteinuri. Demak, proteinuriyani hali paydo bo'lganga qadar aniqlashimiz kerak. Demak, buyrak nazorat qilib borish kerak. Bu nazoratni kim qilishi mumkin? Birlamchi tizimda ishlaydigan qilish. U yaqqol klinik belgilar paydo bo'lib, yurakda siydik orqali 1 gram 2 gram oqsil chiqa boshlasa, poyez ketib bo'lgan bo'ladi, vaqt o'tgan bo'ladi. Shuning uchun bu nuqtai nazardan ham ish juda muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi, men tanish jarayonida avtoreferat bilan yana bir narsaga e'tibor berdim. Glukokortikoid terapiya, monoterapiya holatda qo'llamaslik va uni dozalariga alohida e'tibor berish. So'zsiz hammamizga ma'lumki, glukokortikosteroid bu dorilar faqatgina ijobiy ta'siri bilan bir qatorda ularda juda ko'plab salbiy ta'sirlar bor. Buni esdan chiqarmasligimiz. Va ular bu salbiy ta'sirlari provarokda kasallikda og'irlashishga olib keladi va buyrak yetishmovchiligini tezlashtiradi. Chunki buni tanlaganda, demak, faqat ularga e'tiborni qaratishimiz kerak emas. Ko'p hollarda shu jumladan birlashib tizimdagilar ham glukokortikoidlarni bersa kerakli dozada hammasi joyida bo'ladi. Lekin unaqa emas. Bu ishda shu narsa alohida ta'kidlab o'tilgan. Yana bir ta'kidlamoqchi bo'lgan narsam, men nazarimda tizimli kasalliklarga, xususan tizimli qizil bo'richaga bag'ishlangan ilmiy kuzatuvlar deyarli respublikamizda yo'q. Men eslayman, bir o'tgan asrda 80-yillarda
bitta dissertatsiya bizni kafedrada bajarilgan professor Yanbayeva rahbarligida rahmatli ular bilan birga kandidatimiz. Ular sizlar yaxshi eslamasanglar kerak o'xshaydi, balki ma'noda rahmat bilsalar kerak. Ularda rahbarlar yo'q. Undan keyin bu kasallikka bag'ishlangan ilmiy ishlar deyarli bo'lmagan. Mana bugungi dissertatsiyamizda ilmiy ishlari yakunlashgan bo'ladi. Vaqtlarini olmasdan so'zimni yakunlamoqchiman. Bir taklifim bor. Dildor Abdumalikovna, bu sizga ko'proq o'tir. Shu ular faqat Farg'ona viloyatida o'rgan. Men nazarimda faqat tizimli qizil bo'richani emas, tizimli kasalliklarda. Balki ulardan mana qizil bo'richa bilan tizimli sklerodermiyani bular eng ko'p uchraydi ular orasida. Shuni butun respublika miqyosida o'rganib chiqish kerak. Unaqa narsa hozirgacha o'rganilmaydi. O o'rgansa bor, bular uni yaratgan platformalarni joriy qilib o'rganilsa, bu juda katta bir ilmiy ish bo'lardi va birlamchi tizimga bular joriy qilinsa, erta tashqi qo'yish imkoniyati tug'ilgan bo'lardi. Umumiy avlod vrachlar tomonidan. Bu qanaqadir bir kitobchani monografiya holida tarqatish kerak. Va bir vaqt o'ziga Nurbek kabi doktorlik dissertatsiya bo'ladi. Rahmat. Men rasmiy apparatlar fikrlariga qo'shilaman, e'tiborlaringizni so'raman. Rahmat. Marhamat, ya'ni ma'lumot nazorat Abdullah yaxshi amal gapirdilar. Biz birga Abdullah aka bilan ishlaganmiz, shu birlamchi zveno masalasida, boshqa masalalarda. Bu bugungi dissertatsiyani qanchalik muammo to'g'risida ko'p gapirildi. Mana gap shundaki, tibbiyot rivojlanyapti. Biz bu kasallik bilan 100 yillar bilan kurashyapmiz. Lekin bu kasallik ko'payyapti. Bu ham fakt. Endi mana umuman o'lim ko'rsatkichi umumiy populyatsiyaga 1,5-3 barobar. Endi biz qon tomir kasalliklarida aytamiz ko'p. Lekin umumiyga olganda bularda ko'proq o'limga olib kelgan. Yoki bo'lmasa yashashi, 10 yil yashashi 85-90%. Bu ham agar solishtirsa, o'lim darajasi boshqa kasalliklardan ko'p bo'lyapti. Endi mana nima uchun ko'payyapti bu kasal? Men savol berdim Nurbekka, bu ekologiyaning ta'siri bormi yo'qmi? Abdug'ofur aka davom ettirib aytyaptilar, Farg'onada bor, boshqa joylarda o'rganish kerak. To'g'ri javob berdi. Immuniy sistemaga qanaqa faktorlar ta'sir qiladi? Tashqi muhit faktorlar, faktorlar. Boshqalarchi? Keyin mana shu hududlarda men aniq menda yo'q, u statistikani men bir avtorifada ko'rganda oqtarib ko'rib topa olmadim. Hududlar darajasida qayerda ko'p uchrayapti bu kasallik? Sababi nima? Bu ham Abdug'ofur aka aytgan problemalarni bittasiga qo'shib o'rganishga to'g'ri keladi. Bu qolganda Abdug'ofur aka biz ham qiziqib qoldik bunga. Biz endi problema boshqa bir o'ylab ko'ramiz. Endi mana hammamiz yaxshi bilamiz. Muhtaram prezidentimiz 22-26 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi yaratgan. Bu strategiyada birlamchi sog'liqni saqlash muassasalari faoliyatini prinsipial yangi mexanizmlarini joriy etish to'g'risida alohida vazifalar qo'yib berilgan. Bu dissertatsiya o'sha muhtaram prezidentimizni farmonlarida qo'yib bergan vazifalarni yechyapti. Boshlandi, yechyapti desak to'g'ri bo'ladi. Sabab nimada? Sabab shundaki, eng asosiy xatomiz, biz erisha olmayotgan xatomiz nafaqat bizda, butun dunyoda bo'lsa kerak, biz bu kasalni vaqtida aniqlay olmayapmiz. Mana opponentimiz aytib o'tib ketdilar, 1 yil, 3 yil nimada CDda belok paydo bo'lganda keyin yuguramiz. Lekin mana Abdug'ofur aka to'g'ri aytdilar.
Bu ish o'sha kasalliklarni vaqtida aniqlashga yordam beradi desak to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bu kasalliklarni bir aniqlasak shuncha biz davolashda shuncha yuqori bo'ladi. Bu dissertatsiyani kasallikni vaqtida aniqlash, to'g'ri davolash choralarini olib borish ko'rsatildi. Bemorni kasalxona sharoitida davolash kunlarini qisqartirishga imkon beradi. Bu ekonomika. Bitta kasal, bu kasallar bir kuni qancha so'mga tushadi, qancha million, bir kunlik emas. Shuning uchun bu bajarilgan ish biz seminarda Abdug'afar aka yaxshi muhokama qilganmiz. Nurbek ishini yaxshi biladi. Ko'p narsalarga, savollarga yaxshi javob bergan. Shuning uchun bu bajarilgan ish O'zbekiston Respublikasi Oliy attestat komissiya nizomi talablariga to'liq javob beradi hamda uning muallifi tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy daraja olishga loyiq deb bilaman. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, yana kim norasmiy opponent sifatida so'zga chiqishni oladi? Yetarli degan taklif tushdi. Sizlarni ruxsatinglar bilan men qisqacha yakun yasasam. Demak, bugun ko'rib chiqilgan tadqiqotda tizimli qizil bo'richali bemorlarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish tizimi har tomonlama tahlil qilinib, kasallikni erta aniqlash, monitoring qilish va bemorlarni samarali boshqarishni klinik tashkiliy modeli ishlab chiqilgan. Buyrak va yurak qon tomir asoratlarini erta aniqlashga qaratilgan nefro va kardio marshrutlar SLIDAI asosida kasallik faolligini baholash, bemorlar reyestrini hamda sifat ko'rsatkichlarini KPI joriy etilishi tibbiy yordam samaradorligini albatta oshirishga xizmat qiladi. Olingan natijalar ilmiy jihatdan asoslangan, amaliy ahamiyatga ega bo'lib, birlamchi tibbiy yordam muassasalari faoliyatiga joriy etilgan. Dissertatsiya ishi ilmiy yangiligi, amaliy qiymati va olingan natijalarining ishonchliligi bilan PhD dissertatsiyalariga qo'yiladigan oliy attestatsiya nizomida keltirilgan talablarga to'liq javob beradi va muallif ilmiy daraja berishga munosib deb hisoblayman. Men ham bugungi hurmatli mana rasmiy opponentlarimiz professor Umidjon Husanovich, Shahnoz To'lqinni va norasmiy opponentlarimiz ustozlarimiz Abdug'afar Gatayevich, professor Ma'ruzar Ahmedovich barcha demak so'zlariga qo'shilgan holda bugungi demak dissertatsiya ishini qo'llab-quvvatlayman. Hurmatli kengash a'zolarim, iltimos onlayn qatnashayotgan kengash a'zolarimizdan videolarini yoqsa, chunki biz ovoz berishga o'tamiz, yashirin ovoz berish o'tkazish uchun biz hisob komissiya raisini va a'zolarni saylab olishimiz zarur. Takliflar bormi? Hurmatli ustozimiz Xo'jaberdiyev Ma'ruzar Ahmedovich rais, demak Jo'rayev Mohgul Azimni va Ibragimov Aziz Yo'ldashevlarni demak komissiya a'zolari qilib saylash taklifi bor. Kim shu taklifga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib ovoz berib qo'yishlarini so'rayman. Rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Komissiya ishi o'z demak ishini boshlaydi. Qisqacha tanaffus e'lon qilamiz. Onlayn qatnashchilar iltimos Telegram kanaliga kirib ovoz berib qo'yinglar. Aylanib kelamiz. 10 minut yapılır. Ya beni de ne götürün. Şurada.
Hurmatli kengash a'zolari, kengash o'z ishini davom ettiradi. 13 kishi qatnashdi. So'z Ha. saylov komissiyasi raisi, hurmatli ustozimiz professor Ma'zur Ahmedovичga beriladi. Rahmat. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, mehmonlar. Bugungi kengashimizda 13 kishi qatnashdi, kvorum bo'ldi. 13 kishi yashirin ovoz berdi. Askarov Nurbek Lazizjon o'g'liga 13 kishi ijobiy ovoz berdi. Protokolni tasdiqlab qo'yishingizni so'raymiz. Tabriklaymiz. Hisob komissiyasi raisiga savollar bormi? Savol. Savollar yo'q bo'lsa, hisob komissiyasi demak bayonnomasini ochiq ovoz berish bilan tasdiqlashimiz zarur. Mazkur taklif tarafdorlari ovoz berishlaringizni so'rayman. Marhamat. Qarshi betaraflar yo'q. Bir ovozdan demak qabul qilindi. Hurmatli kengash a'zolari, men yakunlovchi so'zni ilmiy izlanuvchi demak Nurbek Lazizjon o'g'liga beraman. Marhamat. Hurmatli rais va ilmiy kengash a'zolari. Sizning ruxsatingiz bilan Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Abjolovich Boymurodovga, Andijon davlat tibbiyot universiteti rektori professor Madamin Mo'minovich Matazimovga dissertatsiya ishimni himoya qilishga imkoniyat yaratib berganlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ilmiy kengash raisi hurmatli professor Shahnoza Qadirjonovaga, kengash ilmiy kotibi tibbiyot fanlari doktori dotsent Otabek Bahriddinovichga va ilmiy kengash raisi Mamazoir Ahmedovichga himoyamning har bir bosqichdan muvaffaqiyatli o'tishda ko'rsatgan e'tiborlari uchun alohida tashakkurimni izhor qilaman. Ilmiy rahbarlarim tibbiyot fanlari doktori professor hurmatli Dildora Abdumalikovnaga va tibbiyot fanlari doktori dotsent hurmatli Umidjon Ergashevichga ushbu ilmiy tadqiqot ishimda qilgan cheksiz mehnatlari, shu bilan birgalikda haqiqiy ustoz va samimiy inson sifatida ko'rsatgan barcha xizmatlar uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Rasmiy opponentlarim tibbiyot fanlari doktori professor Umidjon Husainovichga, tibbiyot fanlari doktori professor Shahnozat To'lqunovnaga, norasmiy opponentlarim hurmatli Abdugaffor Gadayevichga, hurmatli Mamazoir Ahmedovichga dissertatsiya ishimizni atroflicha o'rganib chiqib, bildirgan teran mulohazali takliflar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu bilan birga ilmiy ishimizga har tomonlama e'tibor qaratgan, avtoritetimizni ko'rib chiqib, o'zlarini ijobiy xulosalarni bergan barcha ilmiy kengash a'zolariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, hayotimning har bir jabhasida erishgan ilmiy yutuqlarning zamirida turgan otamga, onamga, oila a'zolarimga, do'stlarim va Toshkent davlat tibbiyot universitetining jamoasiga, shu bilan birga Andijon davlat tibbiyot universitetining jamoasiga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Ilmiy kengash a'zolari, barchaga baholash mezonlari va xulosa loyihasi tarqatilgan. Mazkur masala bo'yicha ilmiy kengash xulosasini tasdiqlashimiz zarur. Xulosa va mezonlar bo'yicha qanday fikrlar bor? Asos o'rnida qabul qilinadi. Mazkur taklif tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar qo'l ko'tarib ovoz berib qo'yinglar. Rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Asos o'rnida qabul qilindi. Tasnifiy belgilarni muhokama qilishga ruxsat beringlar. Dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. 1. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 2.1. Dissertatsiya natijalarining ahamiyati. 3.1. Dissertatsiya mavzusini rejadagi tadqiqotlar bilan bog'liqligi.
Amaliy qiymatga ega bo'lgan dissertatsiya ishi natijalarini qo'llash darajasi. Amaliy qiymatga ega bo'lgan dissertatsiya ishi natijalarini keng qo'llash bo'yicha tavsiyanomalar. Tasnifiy belgilarni tasdiqlash taklifi bor. Rozilar qo'l ko'tarib tasdiqlashingizni so'rayman. Rahmat. Qarshi betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Sizlarning nomingizdan ilmiy izlanuvchimiz Askarov Nurbek Lazizjon o'g'li va uning ilmiy rahbarlari, tibbiyot fanlari doktori, professor Nadbiyeva Dildora Abdumalikovnani va tibbiyot fanlari doktori dotsent Iraliyev Umidjon Ergashovichlarni muvaffaqiyatli himoya bilan muborakbod etishga ruxsat bering. Umid qilamizki, ushbu dissertatsiya ishi Oliy attestatsiya komissiyasi devorlarida juda yaxshi ilgarilaydi. Kengashimizni esa yana bir ajoyib himoya bilan tabriklayman. Rahmat. Kun tartibi tugadi. Mazkur yig'ilishni o'tkazish bo'yicha savollar bormi? Savollar yo'q ekan. Bunday bo'lsa, sizlarga bugungi ishtirokingiz uchun barchangizga minnatdorchiligimizni bildiraman va barchangizga sihat, salomatlik tilab qolamiz. Ilmiy kengashimizni yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat hammanglarga.